İnternetdan yomon foydalanish. İnternetda hozirgi kunda mana bu umumiy bir balo bo'ldi. Yomon suratlar, faxsh suratlari, behayo suratlar, behayo qiliqlar, behayo ishlar yoki behayo filmlar, faxsh filmlari, zino filmlari, zino suratlari, bu narsalar ko'payib ketgan. Bu umumiy balo bu. Bulardan inson agar uzoqlashmasa, internetdan to'g'ri foydalanishni bilmasa, o'ziga foyda bo'lgan, diniga, dunyosiga foyda bo'lgan narsalarda foydalanadi. Lekin bunaqa saytlarga kirib faxsh munkarni ko'radigan bo'lsa, ko'proq bu yoshlarning ichida, o'smir yoshlarni, o'smir qizlarning ichida bu narsalar ko'p uchraydi. İnternetdan noto'g'ri foydalanish. Nomahramlar bilan gaplashadi, suratini jo'natadi, rasmini jo'natadi va hokazo shunaqa, ya'ni musulmonlarga balo bo'ladigan, musibat bo'ladigan ishlar juda ham ko'paydi. Bu narsalar erkakligi o'lishniga olib boradi. O'sha suratlarga qaraydi. Hozirgi mana fan tasdiqlagan narsa, erkak kishi yomon suratlarga qaraydigan bo'lsa, yomon filmlarga qaraydigan bo'lsa, shahvati qo'zg'aydi. Shahvat qo'zg'agandan keyin uni agar to'g'ri tomonga sarflamaydigan bo'lsa va qaytadi, bu narsa takror bo'lishligi bilan uni bu erkakligiga ta'sir qiladi. Va bundan keyin uni shahvati ham o'ladi, erkakligi ham o'ladi, ko'zidan ham nur ketadi, qalbidan ham nur ketadi va hokazo unda ko'p zararlarni kelib chiqishligiga sabab bo'ladi. İnternetdan shuning uchun unumli to'g'ri foydalanishlik kerak. Faxsh munkarga qarashlikdan inson ko'zini tiymoqligi kerak.